Humans kompaniyasining 5-dekabr kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan kreditorlar yig'ilishi o'tkazilmadi. Jarayon ishtirokchilari voqea joyiga yetib kelishdi, biroq ular yana ofisga kira olishmadi. Humans mas'uliyati cheklangan jamiyatining tugatish boshqaruvchisi vakili ish to'xtatilmaganini, biroq kompaniya organ bilan aloqa qilmayotganini va so'ralgan hujjatlarni taqdim etmayotganini ma'lum qildi. Huquq-tartibot idoralariga murojaat qilinganiga qaramay, Humans ofisiga kirishga urinishlar natija bermagan. Mazkur holatlar yuzasidan tegishli bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Mani rukovodstvom man hali buyruq olmaganman, shu yoqqa hozir kirgizib sabranni o'tkazishga. O'zbekiston Respublikasi nomidan xalqaro qarori Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 25-yil 14-oktyabr kungi xalqaro qarorga asosan tugash boshqaruvchisi etib tayinlanganman. Ishlab chiqarish to'xtatilmagan holatda ushbu holat bo'yicha qonunda belgilangan tartib bo'yicha O'zbekiston Respublikasi birja gazetasiga e'lon berilgan. Aniqlangan kreditorlarga barchasiga xabarnomalar yuborilgan. Ushbu holat yuzasidan biz, ya'ni men vakolat doiramda Humus mas'uliyati cheklangan jamiyatni hududiga keldim. Lekin korxona rahbarlari yo'qligi, buxgalteriya bo'shab ketganligi, xodimlar ishdan chiqib ketganligini menga vaj qilishib, bugungi kun holatida 6 ta farrosh, bitta haydovchi, bitta elektrik qolganligini ta'kidlab o'tilgan. Lekin shunaqa bo'lsa-da, bizga bu Humus mas'uliyati cheklangan jamiyatni kreditorlarning manfaatini ko'zlab aniqlik kiritish maqsadida hujjatlar so'ralgan, rasmiy murojaat bilan ushbu murojaat xatimizga bugungi kungacha javob berilmagan. Muhr, birlamchi hujjatlar, buxgalteriya hujjatlari taqdim etilmagan. Shundan so'ng keyingi safar yana takroriy murojaat qilindi. Humus mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 3-4 marta kelganmiz. O'sha davrda holat bo'yicha bizani kiritmagan binoni ichiga, mumkin emas deb. Lekin bu Humus mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli bo'lsa-da, lekin bu Humus binosi hozirgi kunda Azalans bankda garovda, ya'ni kredit evaziga garovga olingan. Kreditorlar kelishib, holat yuzasidan hududga kirisha olmagan. Ya'ni bu bo'yicha biz bir necha bor ichki ishlarga murojaat qilindi. 102 qilindi, akt tuzildi, dalolatnoma tuzildi. Lekin shunday bo'lsa-da, bugungi kungacha hech qanaqa natija yo'q. Shundan so'ng men sud boshqaruvchisi attestat vakolatim yakunlanganligi sababli men sudga ariza bilan chiqqandan so'ng bu xalqaro qarorida men tayinlanganman 14-oktyabrda. Mana 7-noyabrdagi ajrim bilan sud boshqaruvchisi, ya'ni meni o'rnimga G'oyib Sanjarbek Botirjonovich tayinlangan. Holat yuzasidan hududga olib kelib 24-kungi yig'ilishga kreditorlar 100% hammasi kelgan, lekin bizani o'sha kuni ham kiritmadi. Bu bo'yicha kreditorlar o'rtasida dalolatnoma tuzilgan. Dalolatnomaga asosan yig'ilish bo'lib o'tmaganligi to'g'risida akt tuzib, har bitta kreditorga yetkazilgan. Shundan so'ng qonunda belgilangan tartib bo'yicha takroriy yig'ilish 10 kundan keyin belgilash bo'yicha yana takroriy Respublika birja gazetasiga e'lon berilgan. Ushbu e'lon bo'yicha barcha kreditorlarga maxsus pochta orqali xabarnomalar yuritilgan. Mana ko'rib turganinglarda barcha kreditorlar keldi. Yangi sud boshqaruvchisi G'oyib Sanjarbek Botirjonovich o'tkazish kerak. Chunki undan oldingi bo'lgan ma'lumotlarni to'liq men tayyorlaganligim uchun men ham hozir yangi sud boshqaruvchisiga o'sha hujjatlarni taqdim etmoqman. Mas'ullar bo'yicha bu yerda o'tgan safar kelib vakolat doiramda kelganda Rossiya Federatsiyasidan представитель kelgan, lekin u ham Humus представитель emas. Bu yerda asosiy rahbar bo'lgan Dabrinin, lekin Dabrinni men ko'rmaganman. Xat berilgan, hujjatlar topshirish bo'yicha qo'l qo'yib qabul qilishgan. Lekin hozirgi holat bo'yicha bu Humus binosida boshqa ikkita firma faoliyat yurityapti. Lekin ma'muriy bino Humus mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli. Qolaversa, bu holat bo'yicha Humusni litsenziyasiga ega, lekin bu ikkita korxona hamkorligida shartnoma asosida ishlayotgan bo'lsa, men ulardan shartnomalarni so'raganman, lekin shartnomalarni ham taqdim etmagan.
binodan ham chiqib ketishmagan. Shu asosida men bu holat yuzasidan Toshkent tumanlar iqtisodiy sudiga majburiy tartibda o'sha vakolatdorimni binodan chiqarish bo'yicha 29-oktyabrda murojaat qilingan. Sud уже belgilandi. Sud ko'rib chiqilgandan keyin sudning qarori bilan natija bo'ladi. Asosiy talabi birinchidan ko'p fuqarolarning murojaatlaridan tanishib chiqqanimda Humus mas'uliyat cheklangan jamiyatini ishlash tizimi yaxshi emasligi, ko'plar bu yerda haligi karta ochgan, Humus plastik kartada pullarini yecha olmayotganligi, bu yerda juda ko'p fuqarolar chiqdi. Studentlar bor, kontrakt to'lamayapman deb, kimdir davolanish uchun pulini yecha olmayotgan. Bu hamma holat yuzasidan bu mablag'lar nima sababdan qayerga ketgan, nima bo'lgan bizga qorong'u. Chunki biz birinchi hujjatlarni, birlamchi hujjatlarni olmagunga qadar biz bir narsa deyishimiz qiyin. Asosiy talab bizani binoga kiritib, hujjatlarni taqdim etsa sud boshqaruvchisiga, sud boshqaruvchisi o'sha vakolat doirasida kreditorlar yig'ilishini o'tkazgandan keyin o'sha reviziya qiladimi, tekshiruv tashlab turib, o'sha kreditorlarni aniqlash, o'zi aniqlangan qo'lida bor hujjati borlar o'sha ro'yxatimizda bor. Sudning qarori ijro varaqalari bo'yicha, qolgan kreditorlar bo'yicha misol uchun o'zlaridan ham so'rasangiz bo'ladi, qancha haqdorligi borligi to'g'risida. Bizlar binoga kira olmagan sababli shu sudda hal qilib qarorining ijrosini bajarish imkoniyati bo'lmayapti. Shuning uchun biz har holat yuzasidan ichki ishlarga ham murojaat qildik ariza bilan, sudga ham murojaat qilganmiz. Natijalari bo'yicha endi binoga kiritsa oydinligi bo'ladi. Holat yuzasidan biz barcha murojaatchilarga aniq ma'lumotga ega bo'lamiz. Humans kompaniyasi voqea joyidagi vaziyatga izoh bermadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Humans majburiyatlari bir necha yo'nalishlar o'rtasida taqsimlangan. Oktobankdan 530 milliard so'mdan ortiq, Aziya Allianz bankdan 3,9 milliard dollardan ortiq, Yandex kompaniyasidan 13 million dollardan ortiq. Avvalroq Humans kompaniyasi ustidan O'zbek Telekom ham sudga murojaat qilgan. 8-may kuni Toshkent tumanlar aro iqtisodiy sudida O'zbek Telekom va Humans o'rtasidagi nizo ko'rib chiqilgan. Sud hal qiluv qaroriga ko'ra, Humans hisobidan O'zbek Telekom foydasiga 497,7 milliard so'm asosiy qarz va 23,6 milliard so'mlik penya undirilishi belgilangan. Humans mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'yicha biz arizachi, da'vogar, talabgorlardan biri hisoblanamiz. Oldin ham biz ma'lum qilganimizdek va xabaringiz bor, sud hal qiluv qarorlari bor. Xo'p, Humans mas'uliyati cheklangan jamiyatning bank oldida qarzdorligi 500 milliarddan ortiq summani tashkil qiladi. Bu summa demak Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi va Toshkent shahar iqtisodiy ishlar bo'yicha hay'at tomonidan ham bu summalar tasdiqlanib bugungi kunda kuchga kirgan va sudning hal qiluv qarori chiqqanidan so'ng biz to'lovga qobiliyatsizlik taomilini tashabbus qilib boshlaganmiz. Xo'p, sudning demak 2 oy oldingi hal qiluv qarori bilan Humans mas'uliyati cheklangan jamiyat to'lovga qobiliyatsiz deb topilgan va tugatishga doir ish yurituvi boshlangan edi. Mana shu ish yurituvi boshlanganidan so'ng oradan 1,5 oy o'tgan bo'lishiga qaramasdan hozir biz ko'rib turgan ushbu bino Humans mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli. Korxona bankrot deb e'tirof etilganidan so'ng korxonani boshqarish bilan bog'liq bo'lgan barcha harakatlar, barcha huquqlar, tasarruf qilish huquqi shu bilan birgalikda tugatish boshqaruvchisiga o'tadi. Tugatish boshqaruvchisi aynan shu maqsadlarda demak o'sha kreditorlarning yig'ilishini o'tkazish uchun bir necha marotaba e'lonlar berdi. E'lonlar berib va mana shu manzilda yig'ilish o'tkazish kerak edi. Bugun o'zlaringiz ham guvoh bo'lib turibsiz. Bugun ham biz ichkariga kirish imkoniyatimiz bo'lmayapti. Ichkarida turgan shaxslar ayni paytda bu tugatish davri ishtirokchilari hisoblanmaydi va ularning ushbu binoda turishi qonunga muvofiq g'ayriqonuniy hisoblanadi. Mana shu holat bo'yicha biz tugatish boshqaruvchisidan ham so'ragan edik. Binoda joylashgan, hozir binoda kirib turgan
boshqa shaxslarni, bu jismoniy va yuridik shaxslarni va tugatishni davriga xalaqit berayotgan shaxslarni ushbu jarayondan chetlashtirish bo'yicha o'rnatilgan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga va ushbu ish bo'yicha vakolatli bo'lgan sudga ariza kiritishini so'raganmiz. Menimcha bunga eng to'g'ri yechimni ertaga sud o'zining ajrimi bilan to'g'ri yechim beradi degan umiddaman. Commerce o'z vaziyatni kuzatishda davom etadi.